Xolodilnik olmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun 5 ta tavsiya. Oxirigacha ko'ramiz. Xolodilnik gabarit o'lchamlari va hajmiga qarab turib xolodilnik tanlang. Chunki mebel yasab turayotganingizda gabarit o'lchamlari juda ham muhim hisoblanadi. Hajmiga keladigan bo'lsak, odam soniga qarab turib, siz hajmini katta yoki kichkinalarni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Keyingi tavsiyamiz elektr samaradorligi sinfi yuqori bo'lgan xolodilniklarni tanlang. Bu sizga elektr energiyani tejashga katta yordam beradi. Xolodilnikni olishda no-frost xolodilniklarni tanlang. Chunki no-frost xolodilniklari umuman muz yig'maydi, tozalashda juda ham qulay hisoblanadi. Yana bitta tavsiyamiz inverter modeldagi xolodilniklarni olishinglarni tavsiya beramiz. Bu albatta elektr energiya tejamkorligi yuqori bo'lgan xolodilniklar hisoblanadi. Mana shunaqa xolodilniklardan bittasi bu Avalon 350 modelidagi xolodilnik hisoblanadi. Bu xolodilnikimizga 3 yillik to'liq kafolat beriladi. Kompressoriga bo'lsa 10 yillik to'liq kafolat beriladi. Chunki kompressori inverter turidagi kompressorlardan bittasi hisoblanadi. Xolodilnikimizning tepa kamerasi 252 litr, pastki kamerasi bo'lsa 98 litrni tashkil qiladi. Xolodilnikimiz low voltage, ya'ni past kuchlanishda ishlaydigan xolodilniklardan bittasi hisoblanadi. Eng muhimi airflow tizimi mavjud. Bu bo'lsa mahsulotni sifatli saqlashda katta yordam beradi. Displeyli va sensor boshqaruvli bu xolodilnikimizda 8 xil rangda ishlab chiqariladi. Bu xolodilnikimizning hozirgi kundagi narxi $620 tashkil qiladi. Akfa savdo markaziga tashrif buyursangiz, ushbu xolodilniklarni siz ishlab ko'rishingiz yoki dizayniga qarab turib tanlab olishingiz mumkin bo'ladi yoki onlayn buyurtma berishingiz ham mumkin bo'ladi. Akfa savdo markazida sizlarni kutamiz.